Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun biz siz bilan bo'linish belgilari degan mavzuni tahlilini ko'rib chiqamiz. Demak, qaraymiz. Bizga quyidagi sonlar berilgan. 2 ga, 3 ga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 sonlarimiz. Demak, bu sonlarga bo'linish belgilarini ko'rib chiqamiz. Dastlab qaranglar. 2 ga qanday sonlarimiz bo'linadi? Demak, ta'rifi quyidagicha. Juft raqam, oxirgi raqami juft bo'lgan barcha sonlarimiz 2 ga bo'linadi. Ya'ni berilgan sonimizning oxirgi raqami 0, 4, 6, 8 bilan tugashi kerak bo'ladi. Ana endi keling, mana bu misollarni tekshirib ko'ramiz. Demak, 2 ga bo'linish uchun mana 124 soni 2 ga bo'linadigan uni tekshiramiz. Demak, oxirgi raqami juft bo'ladi deb biz aytdik. Demak, mana bu 4 sonimiz, demak juft raqam kirganligi uchun bu son, ya'ni 124 sonimiz ham o'z navbatida 2 ga bo'linadi. Demak, ana endi 2836 sonimiz. Demak, bu sonning oxirgi raqami 6, ya'ni bu juft raqam va bu sonning o'zi 2 ga bo'linganligi uchun, demak 2836 sonimiz ham o'z navbatida 2 ga bo'linadi. Demak, ana endi 12980 sonimiz. Demak, oxirgi raqami 0 bilan tugayapti. Demak, bu sonimiz demak juft raqam. Ana endi juft raqam bo'lganligi uchun bu aniq 2 ga bo'linadi. Demak, shuning uchun 12980 sonimiz ham 2 ga bo'linadi. Demak, keyingi sonimiz 1458 sonimiz. 8 2 ga bo'lingani uchun, ya'ni 8 juft son. Shuning uchun 1458 sonimiz ham o'z navbatida 2 ga bo'linadi. Ana endi 3 ga bo'linish qoidasi. Demak, 3 ga bo'linish qoidasi quyidagicha. Berilgan sonning raqamlari yig'indisi 3 ga bo'linsa, shu sonning o'zi ham bemalol 3 ga bo'linadi. Demak, qarang, tekshirib chiqamiz. Demak, 378 sonimiz. 3 ga 7 ni qo'shamiz 10, 7 ga 8 ni qo'shsak 18. 18 3 ga bo'linganligi uchun 378 sonimiz ham o'z navbatida 3 ga bo'linadi. Demak, keyingi sonimiz 5490. Ana endi buni ham raqamlar yig'indisini topa olamiz. Demak, 5 ga 4 ni qo'shamiz 9, 9 ga 9 imiz 18 ni beradi, 0 ni qo'shsak ham baribir 18. Demak, 18 3 ga bo'linganligi uchun 5490 sonimiz ham o'z navbatida 3 ga bo'linadi. Ana endi sal jiddiylashamiz. Kattaroq misolni ko'rib chiqamiz. Demak, 48192. Demak, bu sonni ham raqamlar yig'indisini topa olamiz. 4 ga 8 qo'shganimizda 12, 1 ni qo'shsak 13, 9 ni qo'shsak 22 va oxirida 2 ni qo'shganda 24. 24 o'z navbatida 3 ga bo'linadi, 8 chiqadi. Shuning uchun mana bu 48192 sonimiz ham o'z navbatida 3 ga bo'linadi. Ana endi 183 sonimiz ham xuddi shunday. Raqamlar yig'indisini topamiz. Raqamlar yig'indimiz bizga 12 ni beradi. Bu sonimiz ham 3 ga bo'linadi. Ana endi 4 ga bo'linish qoidasi. Demak, 4 ga bo'linish qoidasi quyidagicha. Berilgan sonning oxirgi 2 raqami 4 ga bo'linsa, shu sonning o'zi ham o'z navbatida 4 ga bo'linadi. Ana endi qarang, 512 sonimiz. Demak, 12 4 ga bo'linganligi uchun 512 ham o'z navbatida 4 ga bo'linadi. Ana endi keyingi misolni ko'ramiz. 1480 sonimiz. 80 ning o'zi 4 ga bo'linganligi uchun 1480 sonimiz ham o'z navbatida 4 ga bo'linadi. Demak, keyingisi mana bu 48 sonimiz. 48 ning o'zi 4 ga bo'linganligi uchun 789 son xuddi shunday. Demak, 1972 72 bo'linganligi uchun 1972 ham o'z navbatida 4 ga bo'linib ketadi. Ana endi 5 ga bo'linish qoidasi. Biz bilamiz 5 ga bo'linish qoidasi juda ham oson. Ya'ni berilgan sonimizning faqatgina oxirgi raqami 0 yoki 5 bilan tugashi kerak. Ana endi qarang. Demak, 0 bilan tugasa ham, har doim 5 bilan tugasa ham bu sonimiz o'z navbatida 5 ga bo'linib ketaveradi. Demak, 580 ham 0 bilan tugadi, 1955 5 bilan tugadi, bular ham 0 bilan va bu 125 sonimiz ham 5 bilan tugadi. Shuning uchun bu sonlarning har biri o'z navbatida 5 ga bo'linadi. Ana endi qarang, demak, bizga ana endi 6 ga bo'linish qoidasi. 6 ning hech qanaqa masalan xususiy holi yo'q. Biz shunchaki 6 ni nima deymiz biz? 6 ni 3 ko'paygan 2 deb olishimiz mumkinmi? Demak, ikkala mana bu 6 ga bo'linish qoidasi ham o'shandan keltirib chiqarishimiz mumkin. Ya'ni 6 ga bo'linish uchun berilgan sonimiz bir vaqtning o'zida ham 3 ga, ham 2 ga bo'linsa, bu sonimiz 6 ga bo'linadi. Ana endi birinchi navbat 2 ga bo'linishini tekshirib ko'ramiz. Qarang. Demak, 2 ga bo'linish qoidasi qanaqa edi? To'ppa-to'g'ri. Ya'ni oxirgi raqam juft bilan tugashi kerak edi. Ya'ni mana bu 4 sonimiz juft raqam, bu aniq 2 ga bo'linadi. Ana endi bu raqamlar yig'indisi 7, 4 ni qo'shamiz 11 va 4 ni qo'shamiz 15. 15 3 ga bo'linganligi uchun bu sonim 3 ga bo'lindi. 4 bilan tugaganicha 2 ga ham bo'lindi. Bir vaqt ham 4 ga ham 2 ga bo'linganligi uchun bu sonim 6 ga ham bo'linib ketadi. Ana endi mana bu sonimiz ham xuddi shunday. Ya'ni 7470 sonimiz.
Ana endi bu sonning oxirgi raqami juft raqam. Bu aniq 2 ga bo'linadi va mana bu yerda raqamlar yig'indisini topa olamiz. 7 + 4 11, bunga 7 ni qo'shsam 18. Demak, 18 sonimiz 3 ga aniq bo'linganligi uchun ham bu 0 bilan tugadi 2 ga bo'linadi. Bu sonim bir vaqtning o'zi ham 3 ga 2 ga bo'linganligi uchun va yana 6 ga bo'linadi. Ana endi qarang, sal jiddiyroq misollarga o'tyapmiz. Diqqat qilamiz. 49776. Ana endi bu sonimizni birinchi navbat 2 ga bo'linishini tekshirib olamiz. Chunki biz 6 ga bo'linishini tekshiryapmiz. Ana endi demak 6 ga bo'lingan, demak 6 bilan tugadi. Bu juft raqam o'z navbatida 2 ga bo'linadi. Ana endi 3 ga bo'linishi uchun raqamlari yig'indisi 3 ga bo'linishi kerak. Ana endi qo'shib olamiz. Xo'p, 4 ga 9 13, unga 7 ni qo'shsam 20, 20 ga 7 27, unga 6 esa 33. 33 soni 3 ga bo'linganligi uchun bu son ham o'z navbatida 6 ga bo'linadi. Va 4950 soni ham xuddi shunday. Ana endi diqqat qilamiz, qarang. 7 ga bo'linish qoidasi qanday? Demak, 7 ga bo'linish qoidasini tushuntirib o'taman. Ana endi uning qoidasi ta'rifi quyidagicha. Biror bizga berilgan son 7 ga bo'linishi uchun uning oxirgi raqamini 2 ga ko'paytirib, boshidagi raqamlardan ayirishim kerak. Ya'ni ayirganimda 7 ga karrali son, ya'ni 7 ga bo'linadigan son chiqsa, bu sonimiz ham o'z navbatida 7 ga bo'ladi. Qarang, bu qoidani endi tekshirib ko'ramiz. Ana endi demak 665 sonim berilgan. Qarang, demak ta'rif bo'yicha oxirgi 5 raqamimni 2 ga ko'paytirsam 10 bo'ladi va 66 dan keyin 10 dan ayirganimda 56 bo'ladi. 56 7 ga bo'linganligi uchun bu ham 665 soni ham o'z navbatida 7 ga bo'linadi. Mana bunda ham xuddi shunday. Qarang, mayli. Bu sonni ham tekshirib ko'ramiz. Ana endi 245 soni 7 ga bo'linishini tekshiramiz. Demak, oxirgi raqamini 2 ga ko'paytiraman. 10 bo'ladi va boshidagi, ya'ni oxirgi raqamning oldidagi qismini ayirishim kerak. Demak, 24 dan buni 5 dan 2 ko'paytirib ayirganimda, 10 dan ayirganimda 14 chiqadi. 14 7 ga bo'linganligi uchun 245 sonim ham 7 ga bo'linadi. Demak, 609 sonni tekshirib ko'ramiz. Ana endi 9 ni 2 ga ko'paytirsam 18. Ana endi qarang, 60 dan 18 ayirganimda necha bo'ladi? 42 bo'ladi. 42 sonimiz o'z navbatida 7 ga bo'linganligi uchun 609 sonimiz ham o'z navbatida 7 ga bo'linib ketadi. Ana endi qarang, 8 ga bo'linish qoidasi. 8 ga bo'linish qoidasi quyidagicha. Bizga sonlar berilgan sonni oxirgi 3 ta raqami 8 ga bo'linsa yoki 3 ta 0 bilan tugasa, bu sonimiz ham o'z navbatida 8 ga bo'linadi. Demak, tekshirib olamiz. Qarang, mana bu 74064 ta. Demak, oxiridagi 0 ni ham qo'shib hisoblaganimda, demak, oxirida 64 bo'ladi. 64 8 ga bo'linganligi uchun bu sonimiz ham 8 ga bo'linib ketadi va oxiri 3 ta 0 bilan tugadi. Bu sonimiz bemalol 8 ga bo'linadi. Ana endi 12008. Demak, mana bu oxiridagi 3 ta raqamni olsam, mana bu nollar hisobga o'tmay qoladi va 8 ga bo'linganligi uchun bu ham 8 ga bo'linadi. 1448 sonimiz. Demak, oxiridan 3 ta raqamni chegaralab olaman. 448 ni 8 ga bo'linganligi uchun bu sonning o'zi ham 8 ga bo'linadi. Ana endi 9 ga bo'linish qoidasi. 9 ga bo'linish qoidasi 3 bilan 1 xil. Umuman qanaqadir farqi yo'q hech qanday. Ana endi 3 ga bo'linish qoidasi qanaqa edi? Ya'ni raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linsa, o'sha sonning o'zi ham 3 ga bo'linadi. Demak, 9 ga ham xuddi shunday. Ya'ni bizga qanday berilgan sonni raqamlar yig'indisini topamiz. U 9 ga karrali bo'lsa, ya'ni 9 ga bo'linadigan son bo'lsa, masalan 18, 27, 9 va hokazo. Bular yig'indisi bo'lganida bu sonning o'zi ham 9 ga bo'linadi. Tekshirib ko'ramiz, qarang. Xo'p, 1 ga 8 ni qo'shamiz 9, 9 ga 0 ni qo'shsam 9, 9 9 18. Demak, 18 9 ga bo'linganligi uchun 1809 soni ham o'z navbatida 9 ga bo'linadi. Ana endi 72036. Ana endi 7236. Demak, bu sonni raqamning yig'indisini topib olaman. Xo'p, 7 ga 2 ni qo'shganimda 9, unga 3 ni qo'shsam 12. Ana endi 12 ga 8 mi? 12 ga 6 miz 18 bo'ladi. 18 soni 9 ga bo'linganligi uchun 7236 soni ham o'z navbatida 9 ga bo'linadi. Ana endi 5553 sonimiz. Demak, bu sonni raqamlar yig'indisini topib olamiz. 3 ta 5 ni qo'shganimda 15, 3 ni qo'shaman 18, 18 9 ga bo'linadi. Demak, bu ham 9 ga bo'linadi. Ana endi bu ham xuddi shunday. Demak, ana endi qarang,
Keyingi sonimiz o'zi 10 ga bo'linish qoidasi edi. 10 ga bo'linish qoidasi har doim siz aniq bilasiz. Chunki bizga qanday son berilsa, oxiri 0 bilan tugasa, bu sonni o'zi har doim 10 ga bo'linadi. Demak, faqat oxiri 0 bilan tugashi kerak. Ana endi 11 ga bo'linish qoidasi. Qarang, 11 ga bo'linish qoidasini diqqat bilan eshiting. Chunki salgina murakkabroq joyi bor. Ana endi 11 ga bo'linish qoidasi quyidagicha. Bizga berilgan sonni toq o'rinda turgan raqamlar yig'indisidan juft o'rinda turgan raqamlar yig'indisini ayirganimizda 0 yoki 11 ga karrali son chiqsa, bu sonimiz aniq 11 ga bo'linadi. Masalan, tekshirib ko'ramiz, qarang. Mana bu 616. Toq o'rinda turgan raqamlar 6 va 6 qo'shsam 12 bo'ladi va juft o'rinda turgan raqamimiz 1 bo'ladi. 12 dan 1 ni ayirdim. Bu sonim 11 ga teng bo'ldi. Ya'ni 11 karrali bo'lganligi uchun, ya'ni 616 soni ham o'z navbatida 11 ga bo'linadi. Ana endi mana bu sonni tekshirib 6215 tekshiramiz. Demak, qoida bo'yicha ana endi toq o'rinda turgan raqamlarni qo'shib olishim kerak ekan. 6 ga qo'shdim 1 ni 7 bo'ladi va juft o'rinda turgan raqamlarni qo'shaman va bir-biridan ayirishim kerak. Xo'p, 2 ga 5 ni qo'shsam 7 bo'ladi. Yuqoridan ham, ya'ni toq o'rindagidan 7 chiqdi, juft o'rindagidan 7 chiqdi. Ikkilasini ayirsam 0 chiqadi. Ya'ni tarif bo'yicha xuddi shunday 0 yoki 11 ga karrali chiqish kerak. Shundagina 11 ga bo'linadi. 0 chiqqanligi uchun bundan ham 11 ga bo'linadi. Ana endi demak 10857. Buni juft toq o'rinda turgan raqamlar yig'indisini birinchi qo'shib olamiz. Xo'p, 1 8 ni qo'shdim. 9 9 ga 7 ni qo'shdim. 16. 16 ga men 0 va 5 ning yig'indisi, ya'ni 5 ga teng bo'ladi. 16 dan 5 ni ayirsam 11 chiqadi. Bu sonim 11 chiqqanligi uchun 11 ga karralimi? Demak, bu sonni o'zi ham bemalol 10000, demak 857 sonim ham 11 ga bo'linadi. Ana endi qarang, 12 ga bo'linish qoidasi. 12 ga bo'linish qoidasi quyidagicha. Soni berilgan son bir vaqtda ham 4 ga, ham 3 ga bo'linsa, bu sonni o'zi o'sha vaqtda 12 ga bo'linadi. Ya'ni mana buni birinchi bo'lib turib qarang, 3 ga bo'linishini tekshiramiz. Demak, 672 soni berilyapti. Xo'p, 3 ga bo'linish qoidasi qanaqa edi? Raqamlar yig'indisi. Xuddi shunday. Ana endi 6 ga 7 ni qo'shib olamiz. Bizga necha bo'ladi? 13 bo'ladi. Unga 2 ni qo'shsam 15 bo'ladi. 15 aniq 3 ga bo'linadi. Demak, bu son 3 ga bo'lindi. Endi 4 ga bo'linishini tekshiraman. Demak, 4 ga bo'linish qoidasi, oxirgi ikkita raqami 4 ga bo'linsa, shu sonni o'zi ham 4 ga bo'linadi. Demak, 72 4 ga bo'linganligi uchun bu sonim, ya'ni 672 ham 4 ga ham 3 ga bo'linganligi uchun 12 ga ham bo'linadi. Ana endi 5580. Demak, 3 ga bo'linish qoidasi. 5 ga 5 18 qo'sham 18 3 ga bo'linadi. Ana endi oxirgi ikkita raqam 80 bo'lyapti, bu 4 ga bo'linadi. Shuning uchun bu sonimiz ham o'z navbatida ham 3 ga ham 4 ga bo'linganligi uchun o'z navbatida 12 ga ham bo'linadi. Ana endi xo'p, 55896. Buni tekshirib olamiz. 5 ga 5 ni qo'shamiz 10, 8 ni qo'shsam 18, 9 ni qo'shsam 27, 6 ni qo'shsam 33. 33 sonim 3 ga bo'linganligi uchun va 96 sonim 4 ga bo'linganligi uchun bu son ham o'z navbatida 12 ga bo'linadi. Ana endi 15 ga bo'linish qoidasi. Ana endi 15 ga bo'linish qoidasi ham xuddi shunday. Ya'ni uni ikkita sonni ko'paytma shaklida yozib olamiz. Ya'ni 5 ko'paygan 3. Bir vaqtda ham 5 ga, ham 3 ga bo'linishi kerak. Ana endi tekshirib olamiz. Demak, oxirgi raqam 5 bilan tugadi. Bu aniq 5 ga bo'linadi va 3 ga bo'linishini tekshiramiz. Demak, 7 ga shuni qo'shsam 10, 5 ni qo'shsam 15. Demak, 15 3 ga bo'linadi, oxir 5 bilan tugadi. Bu soni 15 ga bo'linadi. Va ana endi 7335 sonimiz. Demak, 7335 sonim. Xo'p, oxiri 5 raqam bilan tugadi. Bu aniq 5 ga bo'linadi. Raqamlar yig'indisini topib olamiz. 7 ga 3 10, shuni qo'shsam 13, 5 ni qo'shsam 18. 18 3 ga bo'linadi va oxirgi raqam 5 bilan tugadi. Demak, bu son 15 ga bo'linadi. Ana endi demak, oxirgi raqami 0 bilan tugadi. Ana raqamlar yig'indisi demak 5 ga bo'linadi. Raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linishi kerak. Ana endi qo'shib olamiz. Demak, 1 ga 4 ni qo'shganimda 5, 7 ni qo'shganimda esa 12, 12 ga 9imiz 21. 21 3 ga bo'linganligi uchun bu son o'zi ham o'z navbatida 15 ga bo'linadi. Ana endi mavzuga doir misollar tahlilini ko'rib chiqamiz. Ana endi mavzuga doir misollar yechib ko'ramiz. Demak, qaraymiz. Quyidagicha misol berilyapti. Xo'p. 471 plus 2x3. Ya'ni bu
3 xonali sonimiz ekan. Mana bu yerda x kelmoqda. Ana shu son 3 ga qoldiqsiz bo'linadi demoqchi. Demak, mana bu sonim bo'linar ekan 3 ga. Ana endi aytayapti. X raqamining qanday eng katta qiymatlarida mana bu sonimiz 3 ga qoldiqsiz bo'linadi debdi. Ana endi qarang. Buni hisob-kitob ishlarini bajarib o'raman. Bizga 3 ga bo'linish qoidasi qanaqa edi? To'ppa-to'g'ri. Raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linsa, shu sonim 3 ga bo'linadi. Ana endi buni topib olamiz. Demak, mana buni qo'shib hisoblab olsam, demak 4 ga 7 qo'shganimda 11, 1 ni qo'shsam 12. Demak, bu aniq 3 ga bo'linadi. Demak, menda muammo yo'q. Ana endi mana buni topib olaman. Demak, mana bu 200, demak 2x3. Ya'ni bu 3 xonali sonimiz ekan. Ana endi qarang, x ni o'rniga raqam qo'yishim kerak. Bu son 3 ga bo'linadigan chiqish kerak. Ana endi xo'p qarang. 2 ga 3 ni qo'shganimizda 5 bo'ladi. Bu raqamning yig'indisi 2 plus 2 plus 3 teng bo'lyapti, qarang. Ana endi mana bu 2 ga 3 ni qo'shganda 5 bo'ladi. Menga qarang. Demak, 5 imiz bizga 3 ga bo'linmaydi. Shuning uchun buni 3 ga bo'linishi uchun menga eng yaqin 6 kerak. 6 bo'lishi uchun mana bu x o'rniga 1 qo'yishim kerak. Demak, x imiz birinchi navbatda teng bo'lar ekan 1 ga. Ya'ni 213 bo'ladi-da. Demak, keyingisi 213 bo'ladi-da. Bu sonim aniq 3 ga bo'linadi. Ana endi keyingisini qarang. Demak, 6 bo'ldi. Keyingi bo'linadigan sonim 9. Ana endi 9 bo'lishi uchun men x ning o'rniga 4 qo'yishim kerak. Demak, x2 sonim 4 ga teng bo'ladi. Ana endi xo'p qarang. Keyingisi x3 ning qiymatini topib ko'ramiz. x3 bizga qarang. Ana endi buni yig'indisi 5 bo'ldi. Ana endi xo'p, demak 12 ga bo'linadimi uni tekshirib ko'ramiz. Demak, mana bu 12 bo'lishi uchun biz demak x ning o'rniga 7 sonini qo'yishim kerak. Demak, x uchun teng ekan 7 ga. Ana endi 7 dan katta son qo'ya olaman, chunki qarang, hammasi 1, 4, 7 3 ga ortib ketadi. Keyingi sonim 10 bo'lishi kerak, lekin mana bu yerda x raqam deb shart berib qo'ydik. Shuning uchun x 4 o'rniga 10 ola olmayman. Va bizning masala shartimizda ham xo'p, x raqamining qanday eng katta qiymatlarida 3 ga qoldiqsiz bo'linadi. Demak, eng katta qiymatimiz mana bu yerda 7 ga teng bo'ldi. Shuning uchun bu masalamiz yechimi 7 ga teng bo'ladi. Ana endi keyingi masalamizni ko'rib chiqamiz. Xo'p. Demak, sonimiz berilgan ekan. 3, 4, x, 5, y. Ana endi qarang. Bu 5 xonali son hisoblanadi. Ana shu 11 ga qoldiqsiz bo'linsa debdi. Ya'ni mana bu sonim 11 ga qoldiqsiz bo'linar ekan. 11 ga qoldiqsiz bo'linganda x plus y ning qiymati so'ralmoqda. Keling. Bu masalamiz ham bizga muammo tug'dirmaydi. Biz bilamizki, 11 ga bo'linish qoidasini biz bilamiz. Ya'ni toq o'rnida turgan raqamlar yig'indisidan juf o'rnida turgan raqamlar yig'indisi ayirganimda 0 chiqsa yoki 11 ga karrali chiqsa, bu sonim o'z navbatida 11 ga bo'linadi. Keyin shu qoidadan foydalanamiz. Demak, toq o'rnida turganlari mana bu 3imiz birinchi o'rinda turibdi, keyin mana bu 2-chi, mana bu 3-chi, mana bu 4-chi va mana bu 5-chi. Ana endi toq o'rnida turganlarni qo'shib olaman. 3 plus x plus y dan ayirishim kerak. 4 bilan 5 ni yig'indisi, ya'ni juf o'rnida turgan raqamlar yig'indisini. 4 plus 5 ni ayirishim kerak. Demak, mana bu sonim 11 ga qanaqadir karrali son chiqish kerak. Ya'ni bu karrali son 0 dan boshlanadi, ya'ni kamiz. Ana endi mana bu hisoblab olaman. X plus y minus mana bu 4 ga 5 ni qo'shganimda 9 bo'ladi va plus 3 minus 9. Plus minus sonlarni bilamizki, 9 dan 3 ayriladi va 9 ishorasi qo'yiladi. Demak, 9 dan 3 ayiramiz 6 va bunimiz minus 6 bo'ldi. Va teng 11k bo'ldi. Ana endi qarang. Demak, aytdik biz. Mana buni yig'indisi 0 yoki 11 ga karrali chiqsa 11 ga bo'linadi dedik. Demak, bu ifoda qachon 0 bo'ladi? Qachonki mana bu 0 ga tenglaydi birinchi. X plus y minus 6 teng 0 ga. Demak, x plus y imiz teng ekan 6 ni tomonga o'tkazsak 6 ga. Ana endi birinchi navbatda 6 ga teng bo'ldi. Keyingisida demak qaraymiz. Ana endi keyingi navbatda esa 11 bo'lishi kerak, chunki 11 karrali bo'lishi kerak-ku. Ana endi mana bu 11 bo'lishi uchun x plus y sonimiz necha bo'lishi kerak? 17 bo'lishi kerak.
Demak, keyingi navbatda esa x plus y sonimiz 17 ga teng bo'lishi kerak ekan. Ana endi demak bilamizki, x y'lar bu yerda raqamlar. Keyingi navbatda 22 ga teng bo'lishi mumkin. 22 ga teng bo'lishi uchun mana bu 28 ga teng bo'lishi kerak. Lekin biz x y da raqam deb shart berib qo'yganmiz. Hech qaysi ikkita raqamni yig'indisi bizga 28 ni bermaydi. Shuning uchun bizga javoblarimiz demak 6 va 17 degan javoblarimiz bor ekan. Xo'p, 73 m 06 n. Mana bu 6 xonali sonimiz berilgan ekan va masala sharti aytilgan. Bu son 8 ga aniq bo'linadi. Agar bu son 6 ga ham bo'linsa, u holda m ning o'rniga qo'yish mumkin bo'lgan barcha raqamlar yig'indisini toping debdi. Keling, ya'ni mana bu yerdagi m ning o'rniga qo'yilish kerak bo'lgan raqamlar yig'indisi so'ralmoqda. Ana endi masala shartida quyidagicha aytilgan. Bu son aniq 8 ga bo'linadi degan. Shuning uchun qarang, bizga 8 ga bo'linish qoidasi quyidagicha edi. Berilgan sonning oxirgi 3 ta raqami 8 ga bo'linsa, shu sonning o'zi ham 8 ga bo'linadi. Demak, bu sonni qarang, oxirgi 3 ta raqami 0 va 6n kelyapti. Ya'ni n o'rniga shunday raqam qo'yish kerak, 8 ga bo'linadigan bo'lishi kerak. Keyin qarang. Demak, 6 bo'lsa, men n o'rniga 4 qo'yganimda 64 bo'ladi. Bu son aniq 8 ga bo'linadi. Demak, shundan bilib oldimki, n'imiz 4 ga teng ekan. Ana endi bu sonni yozib olaman. Demak, hop, 7 3 m 0 6 4. Ana endi n o'rniga 4 qo'yib yozib oldim. Ana endi bu son 6 ga ham bo'linadi deyilgan. Ana endi 6 ga bo'linishini isbotlaymiz. Demak, 6 ga bo'linish qoidasi berilgan sonimiz bir vaqt ham 2 ga bo'linishi kerak, ham 3 ga bo'linishi kerak edi. Bu sonimiz oxirgi raqam juft raqam, bu aniq 2 ga bo'linadi. Ana endi va buni 3 ga bo'linishini tekshirishim kerak. Demak, 3 ga bo'linish qoidasi raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linishi kerak edi. Raqamlar yig'indisini topib olamiz. Demak, 7 plus 3 plus m plus 0 plus 6 plus 4. Demak, raqamlar yig'indisi. Demak, 7 ga 3 qo'shganimizda 10, 6 ga 4 qo'shganimizda ham 10. Demak, 10 ga 10 ning yig'indisi 20 ni beradi. 20 plus m. Ana endi 20 plus m sonini biz 3 ga bo'linishini tekshirishimiz. Demak, m o'rniga shunday raqamlar qo'yishim kerakki, natijam 3 ga bo'linadigan bo'lishi kerak. Demak, birinchi navbatda m ning o'rniga bir raqamini qo'yib olaman. Chunki 20 ga 1 qo'shiladi, 21 bo'ladi, aniq 3 ga bo'linadi. Demak, m birimiz 1 ga teng bo'ldi. Keyingi navbatda m2 imiz. Qarang, m ning o'rniga keyingisi 4 qo'yaman. Xo'p, 20 ga 4 qo'shiladi, 24 bo'ladi va 24 soni 3 ga aniq bo'linadi. Demak, m raqami 4 ga teng ekan. Ana endi m3. Keyingi navbatda esa m ning o'rniga 7 raqamini qo'yib olaman. Demak, 7. Demak, 20 ga 7 qo'shiladi-da 27 bo'ladi. 27 aniq 3 ga bo'linadi. Keyingisida esa 10 raqamini qo'ysam bo'ladi-yu, lekin 10 degan raqam bizda mavjud emas. Chunki masala shartida bizda mana bu mnlar raqam deyilgan. Shuning uchun bizda mana bu 4 ta raqam mavjud bo'ldi. Ana endi m ning barcha qiymatlari yig'indisi so'ralmoqda. Shuning uchun, xo'p, m ning qiymatini topsam, 1 plus 4 plus 7 bo'ladi. Va buning yig'indisi esa 12 ga teng bo'ladi. Demak, darsimiz shu joyda yakun topadi. Hammangizga ajratgan vaqtingiz uchun kattakon rahmat. Ilmingiz ziyoda bo'lsin.